Qo'limda turgan telefon 17 Pro Max Premium variantlari hisoblanadi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar tushunib olasizlar. Bu telefonlarimiz original emas. Bitta ko'rsa lekin bu odam original deb o'ylaydi. Tashqi ko'rinishdan, korobkalardan hech qanaqa farq qilmaydi. 17 Pro Max bu original emas, Premium Dubai varianti hisoblanadi. Sizlar uchun o'zimiz shaxsan Dubaydan olib kelganmiz. Chuqur rangidan bor, blue rangi bor, silver rangi bor hamda orange rangi bor. Bitta ko'rganinglarda telefonlar yangi, imeka bo'ladi. Plomba holatida xarid qilasizlar, o'rtoqlar olib ishlatib yuboradigan joyi. Hozir videoni oxirigacha ko'rsanglar sizlarga qanaqa telefonligi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, silver, orange hamda blue ranglardan olib kelib qo'yganmiz. Sonlari juda ham ko'p, xudo xolasa hammaga yetadi o'rtoqlar. Bitta telefon xarid qilsanglar, chexol hamda adapter sizlarga bonus qo'shib beramiz. Ikkita mahsulotimiz hamda dastavkasi bo'ladi. Telefonimizning tashqi ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Mana original bilan deyarli farqi bo'lmaydi. Любой narsasi tushadi. Chexol, stiklo, kamera, защитник, zaryadchiklar Type-C tashqi ko'rinish jihatdan hech qanaqa farq qilmaydi. Hattoki aboylargacha ko'rishingiz mumkin. Ishlashlari ham juda ham zo'r bo'ladi. Premium variant hisoblanadi. Birga bir sifati juda ham yuqori bo'ladi. Kimga qaysi rangidan kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Ishlashlari juda ham zo'r. Nastroykalarigacha bir xil bo'ladi. Hattoki yonida knopkalar ham ishlaydi. Bitta bosamiz, ko'rishingiz mumkin mana. Kameraga kiradi. Kameralari ham ancha-muncha telefonda yaxshi oladi. Pastda nomer yozib qo'yamiz. Kimga qaysi rangidan qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqib zakaz bersanglar bo'ladi.